30 sekundda readingdan bitta section ishlashni xohlaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring va men buni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Jon Tutor. Bugun bitta ukamiz tomonidan tashlangan DTM, Cefr va IELTS ga mos bo'lgan readingni bitta sectionini, ya'ni 8 ta savolni yechishga harakat qilib ko'ramiz. Va buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Xo'p, readingimizni tashlab bergan readingimizni mazmuni Library Membership Information degan tekstda choose correct answers, true false not given and short answers degan turkumda savollarni tuzib berishibdi va bu IELTS reading, Cefr reading va DTM readingga mos keladigan deb tuzib berishibdi. Hop, birinchi o'rinda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam, birinchi o'rinda signal so'z qidirishni o'rganish kerak. Masalan, choose the correct answers da mana become member so'zi bu yerda signal so'z. Hop, xuddi shu narsani tekstdan qidiramiz. Masalan, anyone that over the age of 14 can become a member by completing. Yo'q, shart emas. Can become a member degan joyda, xuddi shu joyda savol javobimizda demak people aged 14 and above bor. Shuning uchun javobimiz B bo'ldi. Endi B javobimiz xuddi shu tekstdagi savolga to'g'ri keladi. Endi keyingi savolimizda how many signal so'zimiz nima uchun? Sababi bu yerda can members borrow degan so'z tekstda bor. Books haqida gap ketyapti. Savolimizda signal so'zi how many. Ya'ni books can members borrow degan sistema bor. Shuning uchun endi buni scan qilamiz, ya'ni numberlarni qidiramiz. Xo'p, raqamlarni qidiramiz. Raqamlarni qidirganimizda bizda 14 o'tib ketganda endi 5 bor bu yerda. Endi members can borrow, ya'ni tekstda bor edi va savolimizning javobi 5 bo'ldi. Nima uchun? Biz how many ni qidiryapgan. Shuning uchun javobimiz B bo'ldi. Hop, keyingisida what must adults? Must adults, ya'ni adultslar qilish kerak, majburiy, do. Majburiyat haqida gap ketyapti. Endi bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa by adults deyapti. Who are employed must pay, ya'ni must bor edi, adult bor edi. Ya'ni nima ish qilish kerak edi? Annual fee qilish kerak edi. Endi do'yimiz pay annual fee. Endi true false not given ko'pchilikni qiynaydigan qismi hisoblanadi va bunda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa always renew. Memberslar, ya'ni siz so'zni bilmagan taqdiringizda ham xuddi shu so'zga o'xshash qismini qidirib o'tishingiz mumkin. Endi renew, ya'ni qayta tiklab olish. Endi bu yerda always bizga asosiy qiynaydigan narsa, chunki renewni tekstdan topsak bo'ladi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa endi they can renew the books online unless bor. Demak always borligi uchun always unless ga to'g'ri kelmaydi, o'z-o'zidan false. Ya'ni tekstda bor, lekin xato berilgan. Agar umuman yo'q bo'lganda bu not given, buni bilasizlar. Hop, keyingisi the library offers a free internet. Endi library nima qilgan ekan? Offer qilgan ekan, free internet. Free internet qidiramiz va offers ga o'xshash so'zni qidiramiz. E'tibor beramiz. The library also free internetdan oldin provides. Endi offers so'zimiz provides ga to'g'ri keladi. Endi shu holatda endi sizga so'zlarning sinonimi kerak bo'ladi. Hop, uchinchisi workshops are held every week. Endi bu yerda bizga workshopslarni every week qiladigan ish kerak. Endi e'tibor beramiz. Workshops turibdi. On reading and exam preparation are organized every month. Every month, every week, every month. To'g'ri kelmaydi. Shuning uchun javobimiz false. Endi oxirgisi when is the library closed? Ya'ni qachon kutubxona bekiladi. Endi bu yerda siz when ga e'tibor bersangiz bo'ladi. Closed so'zini topish oson bo'ladi va closed turibdi. Closedimiz bor. When ida Sundays ga to'g'ri keladi. Va Sundaysimiz savolning javobi. What must? What o'z-o'zidan nimadir qilish kerakligi haqida ketadi. Savollarimiz odatda shu bilan boshlanadi. Must book in an advance. Endi e'tibor beramiz. Bu yerda must va book. Endi tekstimiz ikkinchi qismida however computers must be booked in advance. Bu yerdagi in advance, booked in advance va must bo'lishimiz kerak bo'lgan narsa computers va javobimiz computers. Demak, qandaydir miflarga ko'ra tekstdan kerakli qismini qidirishdan ko'ra signal so'zlar bilan javob qidirish osonroq bo'ladi. Aytgancha, haqiqatan ham bu readingimiz nisbatan osonroq va osonroq reading bilan sizga tushuntirib berganim uchun buni tushunishingiz osonroq bo'ldi. Aytishingiz mumkin, readinglar bundan qiyin, reading bundan ham murakkabroq deyishingiz mumkin. Qiyin va murakkab readinglarni onlayn va offlayn kurslarimizda men bemalol o'quvchilarimizga tushuntirib bera olaman va signal so'z qidirishda ham, location qo'yishda ham va scanning, skimming va prediction qismini tushuntirishda ham muammo bo'lmaydi. Va bu shunchaki readingni qanday yechish uchun maslahat xolos. Shunga o'xshash foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying va sizlarga onlayn va offlayn kurslarimni taklif qilaman. Barchaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha. See you.